Qariligich. Xo'p, endi davom ettiramiz. Boyagi gapimga vibe coding bo'yicha gapirishamiz. Xo'p, vibe coding hozir yangi termin, yo'nalish kirib kelyapti IT da. Ko'plar aytayaptiki, programmistlarning davri tugadi. Endi Elon Muskning gapiga asoslanib. Endi nima bo'ladi? Aytaylik, sun'iy intellekt faqat kod yozadi, shu ishlar bilan shug'ullanadi degan narsalarni gapirishyapti. Men qisman qo'shilaman. Asosiy yo'q. Nimaga? Chunki vibe codingni biz ham ishlatib ko'rdik. Shunga asosan hozir price ham qo'yman. O'sha mijozlarga taklif bildirish. Xo'p, vibe coding nima? Vibe coding bu o'sha sun'iy intellekt prompt berasiz, shunga asoslanib dastur yozadi. Lekin qanaqa darajadagi dasturlar degan bo'lsangiz, katta o'rindagilarni yoza olmaydi. Katta o'rindagilarni bir ikkitasi bor yozadigan ko'rdim. Asosiysi yoza olmaydi. Aytadiki, arxitekturasi juda ham katta. Senga tavsiya beraman, mana bunaqa komanda olgin, bular kerak bo'ladi va shuncha vaqtda qila olasan. Men ularga esa aytaylik, arxitektura, dokumentatsiya tayyorlab beraman deb maslahat beradi. Qilib bergan taqdirda ham nima desam bo'lar ekan, IT ni eng nozik jihatlaridan biri bu uni davom ettirib ketishi. O'sha qaysidir etapgacha qilindi va u etapdan keyin razrabotka qilinishi kerak, boshqa qilinishi kerak. To'g'rimi? Buning uchun programmist kerak bo'ladi. Sun'iy intellektni o'zida qilaman desangiz, hozir sun'iy intellekt alini vali qilib qo'yyapti-da. Mana shu minuslari bor. Ya'ni nimadir o'zingiz xohlagandaqa bir amallar chiqarib oldingiz, lekin uni darabotka qilmoqchisiz. Qaysidir joylarini o'chirib yuborish mumkin yoki boshqatdan logikasini o'zgartirib qo'yish mumkin. Shunaqa joylari bor. Xos odamlar o'ylashyaptiki, bittada shunday ideal produkt yo'q. Hech qachon bittada ideal produkt bo'lmaydi ham. Chunki necha yillardan beri hattoki o'sha dunyo tan olgan, bilgan SAP, Oracle, ajnasigan programmalar ham darabotka razrabotka bo'lib kelishadi. Qisman qo'shilaman deganim endi kichkina programmistlar bo'ladi-yu, juniorlar. O'sha ko'p xato qiladigan, bosh qotiradigan, vaqtingizni olib qo'yadigan. Ular unchalik sizlarga qiziq bo'lmaydi. O'sha haqiqiy seniorlar ishlaydi. Keyin promptni ham senior bersagina zo'r ishlayapti. Nimaga? Deydigan bo'lsangiz, bu yerda gap optdan kelib chiqib qilinadi. Tajriba va tajriba. Programmist bilan programmist farqi uni tajribasida. Qanchalik tez yechim topa oladi. Shu ishlarni qilganmi yo'qmi? Shundan asoslanib kelib chiqib boya o'tgan safar aytganimdek, bizni tech stackimizni ham o'sha qaysi texnologiyada qilamiz. O'shani ham prezentatsiya qilib beramiz. O'sha tajriba hisoblanadi. O'rtada o'zimiz reklama qilib ketdik-a. Bu shunaqa. O'shanga vibe coding qisman ishlatiladi. Vibe coding asosida qanaqadir MVP qo'ysa bo'ladi. Lekin produkt bu baribir komanda bilan qilinishi kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Qo'lda qilinishi kerak, yozilishi kerak bo'lgan narsa. Usiz iloji yo'q. Shuning uchun o'sha programmani o'zida kletkasida AI qo'yib, o'sha AI ni o'zi kod tug'adigan qilib rivojlantirish kerak, unda ham risklar qoladi. Xo'p, biz qanaqa qilyapmiz? Biz misol uchun o'zimizning yadro bor, tajribamizdan kelib chiqqan holda biz o'zi bez AIsiz ham uncha produktni agar juda ham katta produkt bo'ladigan bo'lsa, kechada bir oyda ko'targanmiz, agar oddiy CRMlarga o'xshaganini esa kerak bo'lsa bir haftada ko'targanmiz. Bir haftada. Nimaga? Chunki bizda tajribamizdan kelib chiqqan holda, ko'p proyektlardan kelib chiqqan holda ishlaganimizda o'zimiz uchun katta yadro qilganmiz va o'sha yadroda programma tortib chiqib ketishimiz mumkin biza bemalol. O'sha arxitekturasi. Eng qiziq narsa keyin aytgancha, mana hamma yoqda dars berishyapti-yu,
IT programmistlik deydi. Lekin hech kim arxitektorlik bo'yicha dars bermaydi. IT yo'nalishida arxitektor degan tushuncha bor. Arxitektor bu o'sha dasturni qovurg'asiga, planiga javob beradigan odam. Misol uy qurilish qilayotgan bo'lsangiz, o'shani smetasi, plan smetasi bo'ladi. Nima resurs ketishdan tashqari qanaqa ko'rinishda bo'ladi degan narsalari, hamda qanaqa og'irlik ko'taradi, qanaqa zilzilaga javobgar bo'ladi, to'g'rimi? O'sha bo'yicha dars beradigan nimalar yo'q. O'zi aslida shundan boshlash kerak dars berishni. Keyin arxitektorlar kompaniyada bitta bo'ladi. Eng qizig'i. Даже Microsoftda ham bitta arxitektor bor. Adashmasam shunaqa edi oxirgi vaqtda. Tanish bilishlarim informatsiyasiga asosan shunaqa edi. Shundan kelib chiqqan holda bizda ham arxitektor, menda asosiy komandam, endi development komanda bo'lganligiga menda ikkita arxitektorim bor. Kuchli, men bilgan arxitektor. Men o'sha arxitektor deb tan olganim deylik, o'shalar. Shunaqa. O'shani hisobiga vibe codingga unaqa hozir ishonib kerak. Sababi nima desam bo'lar ekan? Xuddi bu vibe coding uy qurish, pastga gruntovka yoki nima qilmasdan turib, imorat ko'tarishda gap. Fundamentda qurmasdan turib. O'shani hisobiga undan keyin boshqa programmist tortib ketishi qanchalik tortib keta oladi. Chunki uni razrabotkasichi, uni поддержкasichi, baglari, boshqa narsalarni kim qiladi? O'shani hisobiga yo'q. Bu yerda faqat filtrlanadi. Yaxshilar qoladi. Nimagadir borgan sari Darwinning ta'limoti butun dunyoda ishlab boshlayapti avtomatik tarzda, ya'ni kuchlilar tirik qoladi. Yoki oldin ham bo'lgan, biz e'tibor bermaganmiz, men e'tibor bermaganman. Endi faqat o'sha kuchlilar tirik qoladi. Xo'p, bu narsa lekin men biznes egasi sifatida juda ham menga yoqdi. Nimaga desalaringiz, hali men aytib beraman, alohida bitta tema qilib o'sha IT programmistlar, xodimlar haqida alohida как-бы HR tema qilaman, xodimlarni boshqarish temasi, nimalardan masalan azoblardan o'tadi rahbar, nima bo'ladi degan narsalar. Ya'ni qalang'i qo'pol aytganda o'z mehnatini halollab olmaydiganlar, birovni ko'ngliga ozor berib, o'sha mehnat qilgan joyini, tuzlugini tupurib ketadiganlardan xudo xolisa ancha yengillashamiz. Oldin bitta komanda misol 10 ta bitta katta proyektda 10 ta odam ishlagan bo'lsa, hozir menda bitta proyektim bor, qo'rqgan kuchli katta proyekt, fintech asosan. Не совсем fintech, давайте. Ko'proq nima desam bo'lar ekan? Analitikaga asoslangan narsa. Fintech joylari bor. O'sha avtomatik vizalar bilan nima pul aylanmasi, boshqa narsalari. Xullas, o'ziga yarasha og'ir proyekt. Chunki bu yerda mobilniy joyi bor, web joyi bor, integratsiyalar, juda ham ko'p integratsiyalar bor. O'shani hisobiga. Hattoki shunda men ikkita hozir xodim ishlatyapman, ikkita senior ishlatyapman. Jim 10 tasi emasda, ikkita ishlatyapman. Bittasi arxitektor, ham estoy, o'shanga javob beradigan odam. Ikkinchisi o'sha yordamchi. Qaysidir qismini vibe codingda yozildi, ko'tarildi. Bu yo'qni keyin bolalarni o'zi tortyapti. Logikaga asoslanib, boshqaga asoslanib shunaqa. Men nima demoqchiman? Bu juda ham katta plyus. Chunki katta komandada ishi bo'lib olib qo'ygan vaqtda hamma ishi bir-biriga bog'liq bo'lib qoladi-da. O'sha bog'liqlik minusga olib keladi. Kimdir orada kemadan tushib qoladigan bo'lsa, uni ishi bajarilmay qolib ketganiga boshqaga ta'sir qilib boshlaydi. Endi uni o'rniga keladigan odam boshqa narxga kelishi mumkin. Bu bir biznes egasiga risk. Ikkinchisi o'rganishga vaqt ketadi.
uchinchisi не дай bog komandaga tusha olmasa. Shuncha vaqt bekor ketadi. U odam ham pul so'raydi. Sizdan nimadir o'rgangani uchun pul so'raydi. Shu momentlari bor. Xo'p. Endi vibe coding bo'yicha tugatib, sekin menimcha HR temasiga o'tamiz. HR temasi uchun hozir alohida video qilaman.